Guldek singlimni hayotini xarob qilding. Xiyonatlaringdan siqilaverib adoy tamom bo'ldi singlim bechora. Iflos, xotinboz. Seningni hayotiga burningni tiqmasdan o'zingni hayotingda yashagan. Sening uchun jonimni berishga ham tayyorman. Men uni opasiman. Sening o'zi seni meni yoqtirgan hayronman. Agar boshimdan zar sochsa ham, sendagi xotinbozga erga tegmasdim. To'g'risini aytsam, seningni ko'nglim yo'q. Men ham xuddi senga o'xshab adashganman. Mana sen ham eringdan ajrashding-ku, to'g'rimi? Odamzod borki, hammasi adashadi. Eringdan ajrashib, ayol boshing bilan bolalaringni boqishga qiynalayotganingni ham bilaman. Men pullar, kamchiligingga ishlat. Bolalaringga issiq kiyim olib ber, maktabiga to'la. Seningga keladigan bo'lsa, unda ko'nglim yo'q. Meni ko'nglim senda. Men seni yaxshi ko'raman. Bolalaringga o'zim otalik qilaman. Qo'rqma, Toshkentda yashamaymiz. Chet davlatda yashaymiz. Hammasiga qurbim yetadi. Hozir bu hazilmi? Hazlashayotganim. Menga erga tegasanmi? $5 ming oldin sening uchun jonim berishga tayyorman deb otding. Qo'lingga $500 pul berib erlik qilaman desam, o'zingni menga baxshida qo'yording-ku. Naqadar arzon odamsan. Qani menga aytchi, pulga sotilmagan yana nima qoldi?